Demak, hammaga salom. Bugun biz PyCharm va Pythonlarni yuklab olishni o'rganamiz. Ya'ni qo'shimchasiga bir-ikkita narsalarni ko'rsatib o'tishim mumkin. Men o'zi bunday video chiqarmoqchi emasdim, lekin keyingi mavzular PyCharmda, ya'ni faqat PyCharmda yozib bo'lishini bilib, shu uchun PyCharmni yuklash haqida alohida video chiqarmoqchi bo'ldim. Demak, birinchi navbatda PyCharmni yuklashdan oldin Python dasturini yuklab olish kerak. U uchun xohlasangiz ushbu 4 joyga smd deb yozsangiz ham chiqib keladi yoki Windows R tugmalarini bir vaqtda bossangiz smd so'zi bu yerda chiqib keladi va OK ni bossangiz ushbu qora narsaga o'xshash ekran chiqib keladi va bu yerda Python degan yozuvni yozib enter tugmasini bosasiz va hop bunga o'xshamaydi. Hop, qani negadir o'xshamadi. Mayli. Yoki menimcha bu taraf bu yerdan ham yuklab olsa bo'lardi. Qani qilamiz. Python hop installed mana. Bu ushbu joydan ham Python deb yozib download qilsa bo'ladi, ya'ni Microsoft Store'dan ham. Men yuklaganim uchun bu yerda installed chiqib turibdi. Menimcha agar siz yuklamagan bo'lsangiz bu yoniq turadi, demak yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Yuklab olgandan keyin bu yerda Python deb yozganingizda mana bu narsa kelib chiqishi kerak mana. Bunisi PyCharm bu emas, mana bu Python degan so'z kelib chiqishi kerak. Agar kelib chiqmasa, demak siz xato yuklab olgan bo'lasiz. Xo'p, endi PyCharmni yuklash. PyCharmni ham shu yerdan yuklab olsak bo'ladi. Xo'p. PyCharm. Bormikan? Pythonda menga bu yerdan PyCharm yuklab ola olmasak kerak. Yo'q, demak bu yerdan PyCharm yuklab olib bo'lmas ekan. Siz Google'dan menimcha yuklab olsa bo'ladi PyCharm. PyCharm community download. Basroqda yo'q. To'g'ri nega chiqmayapti bu? Mana, adashmasam bu yerdan sketch qilib olsangiz bo'ladi. Chiqqan oynadan next tugmalarini bosib, 3-chi free downloadni bosganingizda oynalar kelib chiqadi. Yani qanday tushuntirsam? Hozircha eng muhim mana bu yozuv bo'lsa yetadi. Ya'ni shu yozuv orqali agar bunday yozuv bo'lmasa, u PyCharmni yuklab olishingiz shart emas. Download.
va nima yuklanib ketdi. Hop. Bu yerdan bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Men yuklaganman, shuning uchun yana qaytib yuklab olgim kelmayapti. Hop. Endi yana bir narsa, ya'ni Google'ga o'tamiz. Agar ahamiyat bersangiz, ushbu mishkam, ya'ni ushbu mishkani ko'rinishi boshqacha, ya'ni oddiy mishkalarga o'xshamagan. Buni qanday qilib o'zgartirganim haqida hozir yana qisqacha aytib beraman. Mana Swiss Courses degan veb-saytga kiramiz bu uchun. Va pastroqqa tushsak har xil ushbu mishkaga o'xshash battinlar bor. Masalan, men mana buni yuklab olmoqchiman. Bu yerda download tugmasini bossangiz, Cursor Animated bilan bu yerda saqlanib qoladi. Endi bu yerdan adashmasam, mana Generative Panel joyiga kirasiz. Va bu yerda shu karuselni qidirishingiz kerak. Mana mouse ushbu rasm turgan yerga bossangiz bu yerda chiqib keladi. Va bu yerdan Pointers bo'limiga o'tib ishlamayapti bo'limi. Browse Pointers bo'limiga o'tib ushbu Browse tugmasini bossangiz, mana boya yuklab olgan mishkamizning ko'rinishi chiqib turibdi. Shuni bitta bosib Open tugmasini bosamiz. Mana va OK tugmasi bilan buni o'zgartirib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek mishkamizning ko'rinishi o'zgardi. Siz ham bu yerdan istagan mishkangizni tanlashingiz mumkin. Har xili bor. Pastroqqa tushiraversangiz kelib chiqaveradi. O'zingizga yoqqanini tanlab, uni ko'rinishini bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Demak, bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.